Ha. Turib. Oppa. Assalomu alaykum qadrdonlar. MDF eshik romlarini optim joyiga kelganmiz. Ya'ni bu haqiqiy MDF eshiklar. 400 ming, 500 ming so'mdan sotishayotgan MDFlarga umuman o'xshatmaysizlar. Bular haqiqiysi hisoblanadi. Hozir ustakam bilan sizlarga bittadan obzorni qilib beramiz. Bularning og'irligi ham juda ham og'ir bo'ladi. Bundan tashqari sifati ham yaxshisidan bo'ladi. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib bizni kanalimiz rivoji uchun bittadan like bosib qo'ysalar, xudo xolasa hammaga manfaatli videolar chiqaryapmiz. Bo'lar, bo'lmas narsalar chiqarmayapmiz. Uyingizga foydalanasiz yoki chekingizga foydalanasiz. Inshaalloh sizlarga nasib qilsa, bo'lmasa biz videolarni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlarga ancha kamtarin odam ekanlar, ko'ryapsizlar, xudo xolasa. Salomatmisiz aka? Rahmat. Bir boshdan boshlaylik aka buni. Bo'ldi-da. Xo'p, qanaqa material bu? Endi o'zingiz aytib ketasiz. Xo'p, materiallarimiz MDF material. Aha. Zavodskiy MDFda, hali po'slab bo'lmaydigan, eng asosiysi faqat sifatli narsa ishlatamiz. Zavodskoy MDF, haqiqiy MDF. Zavodskiy MDF. Hozir bir xilgari MDFlardan sotishyapti, 500 ming, 600 ming so'mdan sotishyapti. Bulardan emas. Yo'q. Birinchi o'rinda bu MDF o'zida farqi bor. Yaxshi qimmatroq MDF ishlatamiz. Loy bo'yoq mahsulotlar mana ko'rish mumkin, effekti gap isboti bilan tiniq chiqqan. Narxiga yarasha yaltirab tiniq bo'lib turibdi. Korobkalari ham qalin ishlatamiz. Ha, buni ichida karkazi qanaqa bo'ladi aka? Karkazlari chisti sasnareka xohlagan payt isbot bilan keltirib beraveramiz. Sasnareka 70% to'liq holatda og'ir eshiklar. Og'ir bo'ladi. Ertaga shiqillab, ochilib, tegib qolmaydi xohlasa. Hozir bu razmeri necha pul? Xo'p, razmeri 70 dan 95 gacha, eniga bo'yiga 180 dan 2,5 metrgacha bir xil narxda donabey tayyorlab beramiz. Xo'p, kvadrat aytilmaydi. Kvadratga narx o'sib ketadi. Biz arzon chiqarish uchun donasiga hisoblab qo'yganmiz. Necha puldan? Xo'p, donasiga 1,4 ming so'mdan boshlanadi. 1,4 ming so'mdan. Boshlanishi. Endi hozir yozishyapti, 1,4 ming so'mdan MDF eshik ham sotadimi? Insofing bormi deyshadi. Buni o'zingiz baribir tushuntirib berganingiz yaxshi-da. Nimaga? Ichi to'la. Buni materiali ham ichi og'ir bo'ladi, ichi to'la bo'ladi. Keyin yopilganda ham jup bo'ladi. Bundan tashqari yopiladi. Oshiq-moshiqlar nechtadan qo'yamiz? Xo'p, oshiq-moshiqlar 3 tadan, qalin oshiq-moshiqlar bemalol ko'rib olinaveradi. Ko'tarib ko'rsam o'zi bilinadi. Yaxshi. Endi hop bilib ko'rsam ham ko'proq shunday bilinadi, to'pbat. Xo'p, oq eshiklarimiz, krashin eshiklarimiz, sifatli eshiklar. Krashin MDF ham, ha? Krashin MDF novostroyka uylarga, domlarga qo'yilyapti. Neoklassika uslubda, atachinto shunaqa original nimalarga, remontlarga qo'yilyapti bular. Neoklassikalar bilan orqa devorlarni o'rab berish bilan bor ichida bizga. Orqa bir xil. Hozir endi aka ustanovka masalasi nima bo'ladi? Xo'p, ustanovkalarimiz Vodiy Toshkent bo'ylab dastlabki ustanovka bepul. 4 tadan boshlab. Mashalloh, biz hozir Farg'ona viloyati Yakatustamiz, ya'ni Toshloq tarafda. Toshloq tumaniga kiradi bu joy ham. Hozir Toshkentga, Vodiyga ham dastlabki bepul. Andijon, Namangan, Oltiariq, Qo'qon, Toshkent ketadi, bepul deyapsiz. Bepul bo'ladi. Toshkent tumanlari bo'ylab. O'rnatish ham. Nechta eshik olish kerak siz o'rnatib berishingiz uchun? Xo'p, 4 tadan boshlab, 4 ta rom yoki 4 ta eshikdan boshlanadi. Kechiyo 4 dona. Kechiyo 4 dona bo'lsa o'shanda sizni qoplaydi. Bemalol qoplaydi. Juda ham yaxshi. Buni narxi necha pul, razmeri qanaqa bo'ladi? Xo'p, narxi 2 milliondan boshlanadi, sifatli eshiklar. Boshqa sexlarda, misol uchun, deylik, ko'ryapsiz Toshkentlarda ham donasi 2,5 million, 3,5 million, 5 milliongacha o'stirib yuborishyapti. Biz o'zimiz tayyorlab, birinchi qo'llik sifatiga o'zimiz tayyorlaymiz, oilaviy aka-ukalar ustamiz. O'shanga narx arzonroq chiqadi. Akalarimizga qulay bo'ladi, xudo xolasa. O'lchashlari, ustanovkalar albatta aytdim ichida bepul bo'ladi. Juda ham yaxshi. Xo'p, bunisi-chi? Hop, bular laminat eshiklar, bular ham sifatli bo'ladi. Rossiyskiy MDFdan foydalanganmiz. To'q korishniy rangda, shikolat rangda bular. Bular 1,4 mingdan bu eshik bilan bir xil narxda chiqaveradi. 1,4 ming. Bu rossiyskiy MDF laminat hisoblanadi. Bu rangi o'chib, qanaqa bo'lib ketmaydi? Rangi o'chmaydi, garantiyalarni beramiz. Videomi, yozmacham har qanaqa garantiyasini beramiz. Mashalloh. Tilda bas garantiyasi. Zo'r aka, mana shu gapingizga qoyil qoldim aka. Xo'p, bunisi-chi? Xo'p, bulari sanuzelga, hojatxonalarga qo'yilgan kichikroq eshiklar mo'ljallangan. Bu ham loy bo'yoq mahsulotlar yaxshidan ishlatganimizga shishmaydi. Ancha turadi. Garantiyasini beramiz buni. Necha pul chiqadi? Sifatli endi. Bular 1,2 ming, 1 million so'm atrofida chiqadi. Boshqa eshiklarda 300 ming, 400 ming farq qilishi mumkin, effekti o'shanga yarasha. 2-3 yilda boshqa eshik qo'yishmaydi, bitta ishlatadi, qoladi. Bitta 15 yil maza qilishaveradi. Endi hozir ko'pchilik misol uchun akvaga ham o'tib ketdi. Endi akvalar tashqi tomonga yaxshi. Uyni ichiga baribir yog'och bo'lgani yaxshi. Albatta, hammasining o'rni bor. Plastikdan qanaqadir hid chiqadi, baribir ximya narsa. Bu tabiiy yog'och. Mana shu narsani ham tushunishlaring kerak, qadrdonlar. To'g'ri. Yevropaning ko'p joylarida ham misol uchun yog'och ishlatadi. Nimaga? Yog'och foydasi bor. 1 milliondan 1 million 200 ming so'mgacha bunaqa kichkina eshiklar. Xo'p, bu oppoqchi. Bu eshiklarimiz pat krashin eshik bo'ladi. Bitish jarayonida tepada ko'zlari bor, narichkalari bo'ladi. Buni ko'rsatish uchun bir realniy gap isbot bilan deganda
loy bo'yoq mahsulotlar mana yaxshidan bet bilan bet pashti bir xil rangda chiqqan bu sarg'ayib ketmaydi atkanda qo'liga chiqib turmaydi Qo'lga chiqib turmaydi. sifatli eshiklar faqat bizda sifatli eshiklar bo'ladi Bu ham MDF. bu ham endi material Zamoylari zamoylarni qo'ygan 5 so'mlik mana plastmassalari bor Zamoylari yaxshi. yopilganda ovozi Xo'p, chiqmaydi narxi qanaqa chiqadi bunaki? Xo'p, narxlari bularda 1.400 mingdan boshlanadi donasiga. 1.400 1.400, 1.600 qalinligiga qarab, bundan ham qalinlari bor. Bemalol Qilib ko'rib olishlari mumkin. Juda ham yaxshi. Xo'p, bunisi aka. Hop, Bu kremi bu? Och seriya rangda. Seriya. Boshidagi to'q seriya rang. Ha. Bu och seriya rangda bo'ladi. Rasulov fasonda bular ham hop, narxlarida bir xil chiqadi, rangi, fasoni o'zgaraveradi. Kataloglarni Telegramga tashlab beramiz akalarimiz. So'rashsa bemalol. Oynalari bilan, oynalarda ham tanlov bor aka. Bu ramkali ekanda, Ha, bu nalishliklari, koronalari ichida. Qolsa yig'ma korona qilib beramiz. Yig'ma korona ancha urfdan qoldi, chunki chang to'planib boshqa bo'lyapti, shunga tekis koronaga o'tib ketdi. Tekis korona yaxshi, haqiqatda. Xo'p, necha pul chiqyapti bu? Bular ham 1.400 mingdan bir xil chiqarib 1.400 beramiz. Ha, bir xil chiqyapti, mi? Xo'p, bunisi-chi? Bu maloshniy rangda obklatni eshigimiz двойной bo'ladi. Bu pastda ikki ko'zli. Bu ham 1.800 mingdan chiqadi donasi. Faqat arenal eshiklar bizda. Xo'p, romlarimiz-chi? Romlarimiz 1.200 ming, 1.400 ming, bu ham razmeriga qarab ketaveradi. Bu razmeri 1.20 ga, 1.60 standart razmerda. O'zi asli bunaqa yog'ochlarda, yog'ochlik, ya'ni romlarni o'zbekcha uylarga qo'yiladi, bilasizmi aka? Lekin siz boshqacha turadi. Yog'ochli uylar Yog'ochning boshqacha tabiiy turadi. narsa. Tabiiy narsa bo'ladi, o'zidan hech chiqarmaydi. Keyin kislorodga boy bo'ladi. Buni aka qo'ysa sovuqda qanchalik ushlaydi bu? Xo'p, sovuqda bemalol namgarchilik, issiqqa garantiyasini beramiz, chunki sabab mana loy bo'yoq mahsulotlari Turetskiy Gench firmasidan foydalanamiz. Ertaga nam totmaydi. Yaxshi narsa ishlatilsa, mehnat zo'r bo'lsa, Suv kirmaydi. Suv kiradigan joyi ham yo'q, deymi bunda? Suv kiradigan joyi yo'q. Joyi yo'q. Necha pul chiqyapti hozir bu romlar? Bular 1.200 mingdan boshlanadi, 1.400 ming, 1.800 ming, qalinligiga qarab ketaveradi bular. Ha, qalin, ya razmer kattaligiga qarab razmeriga qarab ketaveradi. ketaveradi. Oshimash ruchkalarni mana akpanikida yaxshidan qo'yganmiz, ertaga Xohlagan stilda qilib berilaveradi. Ranglarda tanlov bor, oynalari bilan komplekt bo'ladi. Oynalar hozir oynasi yo'q, lekin oynasi bilan Oynasi oynalarni qo'yib beramiz. Bularda hammasi zakazga chiqib ketadi, bular. Zakazga ham. Hammasi zakazga bo'lgan, faqat endi bitta video qilib olaylik, reklama uchun, yana zakaz uchun degan maqsadda qilinyapti. Lekin bularda hammasini egasi bor, razmeriga qilingan. O'shani hisobga olib qo'yasizlar. Akamizda mana bundan tashqari bunaqa romlar. Buchi? Bunisi hammi? Ha, bu ham bir xil narxda chiqaveradi, o'sha bilan ranglarda tanlov bor. Bu dom razmeriga tayyorlangan uстановкалari bo'ladi, bularni ham zakaz bo'lgan. Shunaqa. Yana qaysidan bu? Hozircha hozircha shu kataloglarimiz bor, bemalol ishxonalar chetda, tashlab beramiz, ko'rishlari ishxona chetda o'zlari qilishadi. Mana birovdan olib sotish degan narsa yo'q. Haqiqiy hunarmandlar. O'zimiz tayyorlaymiz. O'zlari tayyorlashadi. Birinchi qo'ldan sotib olib, ustiga qo'yib, do'konga o'tkazish yo'q. Faqat o'zimiz tayyorlaymiz. Shunga narx arzon, sifatli asosiysi. Albatta. Aloqa chiqaverasizlar, akamizni birdan podpishka qilib, like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yinglar, xudo xolasa. Salomat bo'linglar.